Assalomu alaykum aka. Mana biz keyingi zadaniyalardan boshladik. Xo'p, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang va keyingi videoni ko'rish uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Keyingi zadaniyamiz avtobusda bir marta ishlang deyishibdi. Xo'p, avtobus ishlashga ketdik bo'lsam, birinchi o'rin evakuatordan mashinani chiqarib olamiz. Xo'p, planshet evakuator o'zimizning shaxsiy mashinamizni chiqaramiz. Mana shu shu paytgacha o'sha bitta mashinani ham bo'lib oldim. Hozir keyingi zadaniyadan keyin bizni qanaqa sovg'a kutyapti. Hozir buni ko'rib qolamiz. Endi avtobusga ketdik. Bir reys aylanish avtobusga keldik. Hop, tushiramiz. Ko'pchilik bilmaydi, qaysi yerdan yursa ertaroq boraman va qaysi yo'l yaxshi. Men har doim boradigan yo'l bu Arzamas shahri, ya'ni Garodskoy Arzamas. O'sha bo'lavergani men uchun yaqinroq deb tuyuladi nisbatan. Kim uchun qanday bo'ladi, men uchun shunday. Hop, biz zadaniyani boshladik. Mana zadaniyaning oxirgi reysiga keldik. Topshiriqingiz bajarildi. Hop, tabriklaymiz. Esa o'tamiz. Zadaniyani yuklab olamiz. Hop, Xitoylar bitta aylantirish beribdi. Aylantiramiz. Hop. Yebo. Mashina tushdi. Tabriklaymiz, yetib oldingiz. Qo'y. Hop, chalg'imiz video oxirida mana bittasini ko'rib chiqamiz. Asosiy o'yinga o'tamiz va jangni boshlaymiz yana. Hop, o'tgan safar kirish eshigiga kelgan edim. Vaqt bergan 256 minut. Bu vaqt to'ldi. Adashmasam mana kirish va ularni sotib olamiz. 10 ta kalitchaga sotib oldik. Buni ham sotib olamiz. Buni ham va buni ham. Yaxshi. Endi mana bu bossga keladigan bo'lsak, boss uchun 30 ta zaryad. Va bossni 60 ta joni bo'ladi. Shuning uchun hali keyingi zadaniyadan keyin boss bilan kurashamiz. Xo'p, mana endi kelinglar. Yangi mashinani ko'rib chiqaylik. Eskisini kirgizamiz. Hop, mana endi yangini chiqaramiz. Hop, bittasini ko'ramiz. Qancha ekan? 2,5 millionlik mashina ekan, bir bo'ladi. Yangidan tug'ilgan mashinaday. Juda ham zo'r. Keyingi zadaniyada bizni nima kutyapti? Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va keyingi videoni ko'rish uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Hammaga omad. Men esa keyingi zadaniyagacha zerikmaslik uchun mashina haydab turaman. Videoga like bosishni unutmanglar, jigarlar. Men sizlar uchun harakatdasizlar, men uchun poddeshkada bo'linglar. Hammaga omad.